Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar hamda talabalar. Demak, sizlar bilan navbatdagi darsimizni yana boshlaymiz. Navbatdagi mavzuyimiz ham juda ham qiziqarli hamda sizga ham qiziq bo'ladi deb o'ylaymiz. Mavzuyimiz esa ijtimoiy tarmoqlarda materiallar yuklash yoki materiallar bilan ishlash, YouTube, Telegram hamda Instagram tarmoqlari bo'ladi. Menimcha sizga yaxshi tanish bo'lgan tarmoqlar hisoblanadi. Albatta darsimizni diqqat bilan kuzating. Fikrlaringiz bo'lsa, albatta kutamiz bu fikrlaringizni. Boshladik. Quyidagi rejalar bo'yicha biz davom etamiz. Ijtimoiy tarmoq YouTube, Telegram, Instagram tarmog'i, qolaversa ijtimoiy tarmoqda materiallarni filtr qilish mavzusida gaplashib olamiz. YouTube tarmog'i. YouTube tarmog'ini menimcha yaxshi bilasiz. YouTube tarmog'ini foydalangansiz. Qolaversa, aynan hozir siz ko'rib turgan tarmoq ham aynan mana shu YouTube hisoblanadi, bilasiz. Biz ham doimiy ravishda bu platforma bilan ishlaymiz. Demak, YouTube tarmog'i qachon yaratilgan? 2005-yil Steve Chen, Chat Yorley hamda Javid Karim tomonidan 3 kishi tomonidan ushbu platforma yaratilgan. Qolaversa 2006-yilda Google kompaniyasi buni kattagina summaga sotib olgan. Hozirgi kunda esa dunyoning eng katta video platforma hisoblanadi. E'tibor bering, video platforma hisoblanadi. YouTubening qanday funksiyalari bor? Yuklash va tomosha qilish funksiyasi bor, albatta bilasiz. YouTube Shorts bor, qisqa videolar bor, bilasiz, short videolar bor. Bizda ham bor, o'tib ko'rishingiz mumkin. YouTube Live jonli efirlarga chiqish imkoniyati, YouTube Community kanali auditoriyasi postlar rasmdan so'rovnomalarda qatnashish, YouTube Premium bor, albatta pullik versiyasi, albatta sotib olishingiz mumkin. O'ziga xos funksiyalari bor buning. YouTube Kids bor, bolalar uchun xavfsiz va ularga mos bo'lgan kontentlarni taqdim qilish. Monetizatsiya, agar kerakli shartlarni bajarsangiz, sizga monetizatsiya yo'qoladi. Qolaversa, qaysidir ma'noda daromad qilishingiz ham mumkin, albatta. Davom etamiz. YouTube'da ishlash bo'yicha asosiy qadamlar. Google hisobing orqali yuritasiz. O'zim olganda YouTube kanali qanday ishlatiladi? Menimcha sizda Google pochta bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ya'ni gmail.com deb nomlanadi. Google pochta, elektron pochta. Ana shu Google pochtangizni siz kanal sifatida yuritsangiz bo'ladi, albatta. Xo'p, kanal sifatida yuritgandan keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Mavzuyimiz ham materiallar bilan ishlash, shuning uchun materiallarga e'tibor qaratishimiz kerak. Kontent yaratish, yaxshi sifatli videolar tayyorlash, sarlavha tavsifni optimallashtirish, YouTube SEO qoidalariga rioya qilish. Yaxshi kontent yaratish albatta muhim. Bu har qanday tarmoqda ham amalga oshiriladigan narsa. Chunki tasavvur qiling, biz yaxshi kontent yaratmasak, biz qiziqarli ma'lumotlar haqida aytmasak, nimanidir o'rgatmasak, bu kontentni hech kim ko'rmasligi mumkin. To'g'ri, hozirgi kunda madaniy tomonlama, saviya jihatdan afsuski deymiz, sifatli bo'lgan kontentlar emas, ko'pincha ko'ngilochar, vaqtni shunchaki zerikmaslik uchun ko'riladigan videolar, kontentlar ko'proq trendda, ko'proq rekomendatsiyada, ko'proq ommalashib bormoqda. Bu balkim tabiiy holat bo'lishi ham mumkin, lekin siz o'zingizga kerakli bo'lgan sifatli kontentni ko'rishni maslahat beramiz. Material yuklash, YouTube Studio orqali videoni yuklaymiz, yoqimli preview rasm qo'yishimiz mumkin. Misol uchun taglar, kalit so'zlardan foydalanib video kategoriyasi bo'yicha to'g'ri tanlanishi ham muhim sanaladi. Video targ'iboti va monetizatsiya. Ijtimoiy tarmoqlarda videolar yuklashda targ'ibot juda ham muhim sanaladi. Qanday qilib targ'ib qilish? Qolaversa, YouTube'da monetizatsiya bor. Bu uchun nima qilishimiz kerak? 1000 ta obunachiga ega bo'lishimiz, qolaversa 4000 soat ko'rish soatini to'plab monetizatsiyani yoqishimiz ham mumkin bo'ladi. Hozircha bizning kanalda 1000 ta emas obunachi, albatta siz ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib ko'rishni sizdan so'ragan bo'lardik. Qolaversa, bizga ham bu qo'shimcha motivatsiya bo'lishi mumkin. Qolaversa, do'stlarga ham ulashishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqga material yuklash bo'yicha tavsiyalar. Qaysi tarmoqdan yuklayapsiz materialni? O'sha tarmoqqa mos bo'lgan platformalarda, o'sha yuklab oladigan platformalar bor, o'shalardan olishingiz kerak bo'ladi. Format yoki yuklaganda ham mos bo'lish kerak. Misol uchun Instagram va TikTok qisqa videolar, vertikal videolar hisoblanadi. Facebook va LinkedIn uzunroq video maqolalar hisoblanadi. Telegram va Twitterda qisqa matn va havolalar hisoblanadi. Postni to'g'ri joylash. Masalan, YouTube'da mana shu video darsni yoki avvalgi video darslarimni e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pincha kechki vaqtlardagina yuklayman. Nima uchun? To'g'ri vaqtni tanlash ham muhim sanaladi. Mana yozyapti. YouTube va Instagram uchun kechqurun soatlar yaxshi ishlaydi. Sababi o'zingizdan ham misol. Hozir siz videoni kechqurun ko'ryapsizmi yoki kunduz kuni ko'ryapsizmi? Katta ehtimol menimcha kechqurun ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Sabab, chunki ko'pchilik
kunduz kuni o'z ishlari bilan, o'qishi bilan, yumushlari bilan band bo'ladi va kechki paytda o'z uyida, yashaydigan joyida ijtimoiy tarmoqni ochadi. Telefondan, kompyuterdan bo'lishi mumkin. Ana shu vaqtlardagina inson kontent iste'mol qiladigan eng qulay vaqt hisoblanadi. Shuning uchun katta YouTuberlar qolaversa, biz ham juda YouTuber bo'lmasak-da, biz ham mana shu kontentlarni, video darslarni kechqurungi vaqtdagina qo'yamiz albatta. Hashtag kalit so'zlardan foydalanish. Videoni oson topish uchun, ko'proq qidiruvlarga sizni videongiz tushishi uchun kerakli kalit so'zlarni kiritish muhim sanaladi. Albatta, YouTube'da kanal ochish hamda YouTube'da video yuklash bo'yicha alohida videoyimiz ham bor kanalda. Yaxshilab izlab ko'ring, topasiz. Qolaversa, biz mana shu video tagida ham buni berib ketamiz. Tomoshabinlar bilan aloqani yo'lga qo'yish, sharhlarga javob berish, izohlarda javob berishingiz yaxshiroq hisoblanadi. Albatta, ishonmasangiz mana shu video tagida izoh yozib ko'ring. Biz albatta sizga javob qaytaramiz. Kuzatuvchilarni savol-javob qilish, qanaqadir savol-javoblar ham o'zaro kommunikatsiyani rivojlantirishga olib keladi. To'g'ridan-to'g'ri jonli efirlar o'tkazish. Biz auditoriyamiz u qadar katta emas, qolaversa, bizda hali undaqangi savol-javoblarga menimcha hali bo'lsa kerak. Albatta, savollaringiz bo'lsa, yozing bemalol. Biz albatta jonli efirlar ham tashkil qilamiz siz uchun. Chunki shaxsan men kanalimda siz uchun faqatgina xizmat qilaman. YouTube Play Buttons. Agar YouTube'da yaxshi faoliyat yuritsangiz, qolaversa katta natijaga erishsa, YouTube ham sizni qo'llab-quvvatlaydi va o'zining maxsus mukofotlarini obunachilar soniga qarab sizga yoki menga taqdim qilishi mumkin. Ya'ni kumush knopka, kumush Play Button hisoblanadi. Tugmacha deymiz o'zbekchasida 100 ming obunachiga beriladi. Mana birinchidagi videoyimiz aynan mana shu haqida. Ko'rib turibsiz, kumush rangli knopka hisoblanadi. Ikkinchisi esa tilla rangli knopka, ya'ni oltin Gold Play Button hisoblanadi. 1 million obunachiga ega bo'lganimizda bizga taqdim etiladi. Uchinchisi olmos, ya'ni Diamond Play Button hisoblanadi. Uchinchisini mana ko'rib turibsiz. Bu 10 million obunachiga ega bo'lsangiz beriladi. Keyin Ruby Play Button maxsus, ya'ni katta yirik kontent qiluvchilarga beriladigan sovrin. Bu yerda ko'ryapsiz, 4-da turibdi, qizil. Haligi mushning rasmi turibdi. Bu 50 million obunachiga yetgan, katta auditoriyaga ega bo'lgan shu blogerlarga beriladi, ko'pincha YouTuberlarga beriladi. Red Diamond Play Button 100 million obunachiga ega bo'lganlardagina beriladi. Biz aytishimiz kerakki, YouTube'da obunachi yig'ish, kontent qilish, qolaversa boshqa Telegram, Instagram, hamda Facebook kabi platformalarga nisbatan birozgina qiyinroq. Shuni ham tan olishimiz kerak, ta'kidlashimiz kerak. Umid qilamizki, bizda ham yaxshi niyat yo'q emas. Albatta, mana bu mukofotlarni ham qo'lga kiritib qolarmiz degan umiddamiz. Bunda esa sizning xizmatingiz katta bo'ladi albatta. Telegram tarmog'i. Telegramda menimcha hozirgi kunda jamiyat a'zolaridan foydalanmaydiganlar juda ham kamchilik bo'lsa kerak. Yaxshi bilasiz, messenjer ma'lumotlarni uzatish va qabul qilishda eng muhim vositalardan biri hisoblanadi Telegram. 2013-yilda Telegram asosan bu yerda Pavel Durov ko'rsatilgan, aka-uka Durovlar tomonidan yaratilgan. Pavel ham Nikolay Durov tomonidan yaratilgan. To'g'ri, Pavel Durovning hissasi ko'proq bunda. Telegram maxfiylik, tezlik va xavfsizlikka asoslangan ko'p funksiyalilikni taklif etadi. Qanday xususiyatlari bor? Buni yaxshi bilasiz. Hattoki ishonmasangiz, bizni Telegram kanalimizni kuzatadiganlar ham bor. Unda ham ma'lumotlar berib boryapmiz, bilasiz. Tezlik, bulut texnologiya orqali tezroq ishlaydi. Maxfiylik, xavfsizlik, bulutli saqlash, katta guruhlar va kanallar bilan ishlash, 200 minggacha bo'lgan guruh bilan shakllantirsangiz bo'ladi. Botlar katta hajmli fayllar, 2 gigabaytgacha bo'lgan fayllarni tekinga uzatishingiz mumkin. Agar siz YouTube Telegram Premiumdan foydalansangiz, bu narsa 4 gigabaytgacha o'sadi. Bu narsa ishonmasangiz sinab ko'rishingiz ham mumkin bu narsani. Telegram asosiy funksiyalari: xabarlar yuborish, tabiiy holat, messenjer bo'lgandan keyin xabar yuboriladi bu yerda. Guruhlarda ommaviy guruhlar bilan suhbat uyushtirish, qanaqadir chiroyli bo'lgan kontentlarni bir-biriga uzatish holatlari ham bor. Kanallar ommaviy axborot tarqatish uchun hisoblanadi. Hatto bizning ham kanalimiz bor, bilasiz. Tovushli video qo'ng'iroqlar yopiq xavfsiz aloqalar sistemasi hisoblanadi, tizimi hisoblanadi. Rejalashtirilgan xabarlar, biror xabar tashlamoqchi bo'lsangiz, keyinroqqa rejalashtirgan bo'lsangiz, aynan siz aytilgan vaqtdagina ketishi mumkin. Botlar va integratsiyalar xizmatlarni avtomatlash, aniq qidiruv, ko'p qurilmalarda ishlash imkoniyati.
Menimcha sizda ham bir marta bo'lsa-da ishingiz tushgan, telefondan, hattoki boshqa telefonda ham Telegramingizni ochgansiz yoki kompyuterda ham ochgan bo'lishingiz ham mumkin. Telegram kanaliga material yuklash. Bu qiyin emas. Kanalga kirasiz. Shunchaki pastda tugmacha bor. Mana ko'rib turibsiz, skripkani tugmasi bor. Hamda galeriyadan yoki kerakli bo'lgan fayllarni tanlab bosasiz. Opsiyada birinchi sizga taqdim etadi. Biror narsa qo'shib jo'natasizmi, yozasizmi, izoh yozasizmi deb. Agar yozsangiz yozasiz, bo'lmasa jo'natish tugmasi, отправить yoki send degan tugmani bosasiz. Kanalga joylashtiriladi. Postni joylashtirish, post yozgandan so'ng xabar tugmasini bosish orqali taqvim ikonkasini tanlaysiz yoki bu keyinchalik rejalashtirishingiz mumkin, farqi yo'q. Qo'shishingiz ham mumkin. Kommentariy, izohlar qismini qo'shishingiz mumkin. Kanal sozlamalariga kiramiz. Diskussion yoki suzish opsiyasini yoqamiz. Yangi yoki mavjud guruhni bog'lab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kanal uchun kommentariy qilmoqchimizmi? Bir guruh ochishimiz kerak yoki biror bir guruhga, tayyor guruhga biriktirishimiz kerak. Ana shunday paytda kanal foydalanuvchilari bemalol kirib, o'sha yozilgan post bo'yicha fikr bildirish ham mumkin bo'ladi. Telegram guruhiga material yuklash, guruhga ham material yuklash kanalda qanday bo'lsa, bunda ham xuddi shunday bo'ladi. Kanalda kanal nomi bilan joylashtirsangiz, Telegram guruhiga esa o'zingizning shaxsiy ismingiz bilan, ya'ni o'sha shaxsiy nom bilan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda username bo'lishi mumkin. Xohlasangiz taxallus yoki qanaqadir ism familiyadan foydalanishingiz ham mumkin bo'ladi. Guruhda cheklovlar qo'yishimiz mumkin. Adminlar tomonidan yoki yaratuvchi tomonidan ham bu maxsus cheklovlar qo'yilishi mumkin. SMSlarni kamroq jo'natish, ovozli xabarlarga cheklov yoki video ma'lumotlarga cheklov bo'lishi mumkin va boshqalar bo'lishi ham mumkin. Hattoki mana shu fanimizni biz amaliy mashg'ulotini ham kanalga yuklaymiz. Bir necha kunlardan keyin albatta chiqadi. Kuzatib turing. Davom etamiz. Telegram va boshqa messenjerlar farqi. Bu yerda Telegram, WhatsApp, Signal hamda Viber messenjerlar farq keltirilgan. Videoni to'xtatib qo'yib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Fayl hajmi bilan bog'liqlik, bulutda saqlash, botlar bilan ishlash, xavfsizlik, qolaversa ko'p qurilmalar ishlash imkoniyati haqida tavsiflar keltirib o'tilgan. Menimcha, mana pastda turgan ko'plab messenjerlarda ko'rgansiz ayrimlar, balkim hammasidan foydalangan ayrimlar qisman qaysi birlaridandir foydalanish ham mumkin bo'ladi. Instagram bu juda ham hozirgi kunda ommalashgan tarmoqlardan biri, bilasiz, foydalanasiz katta ehtimol, to'g'rimi? Instagram tarmog'i 2010-yilda Kevin Systrom va Mike Krieger tomonidan yaratilgan. 2012-yilda esa Facebook tomonidan, ya'ni Meta tomonidan sotib olingan. Bu ham anchagina summaga sotib olingan, lekin hozirgi kunga kelib bu juda va juda ham qimmat platforma hisoblanadi. Instagram asosiy funksiyalar postlar joylashtirish, storieslar, ya'ni hikoyalar joylashtirish. Telegramda aytish esdan chiqdi, Telegramda ham story joylashish mumkin. Reelslar joylashtirish, TikTok formatiga o'xshab bo'lgan yoki YouTube Shortsga o'xshab qisqa videolar joylashtirish, live'lar, jonli efirlardan foydalanish, qolaversa IGTV uzunroq videolardan foydalanish, DM ya'ni direct bu o'sha foydalanuvchiga alohida o'ziga yozish imkoniyati, chat qilish. Shopping brendlar va tadbirkorlar mahsulotlarini sotish imkoniyati bor. Bugungi kunda reklamalar juda ham ko'payib ketdi, bilasiz. Instagram material yuklash juda ham oson. O'sha profilingizga bilasiz yoki pastki qismida plus belgisi turadi. Kerakli kontent tanlaysiz hamda ba'zi bir filtrlarni qo'yasiz, o'ziga yarasha ko'rinishlarni belgilaysiz hamda yuklaysiz. Kontent yuklash, post, reels, hikoya, postlar rasmiy yoki video yuklash plus tugmasi bilan boslar. Hozir aytganimizdek, reels esa qisqa kreativ videolar yaratish uchun reels bo'limidan foydalanasiz. Storiesda esa bilasiz, profilda asosiy рабочий stol, ya'ni ish joyinasining chap yuqori qismida o'zingiz profilingizda plus belgisini bosish orqali stories qo'yasiz. Bu 24 soat davomida davom etadi. Buni menimcha mendan ham yaxshiroq bilsangiz kerak. Samarali kontent yaratish. Umuman Instagramda samarali kontent yaratish uchun hozirgi kunda bo'lgan trend voqealar emas. Biz sizga maslahat beramiz. Ma'naviyatga zid bo'lmagan, qolaversa ba'zi bir yomon odatlarni targ'ib qilmaydigan kontentlarni yaratishda maslahat bergan bo'lardik. O'zaro aloqa, faollik, Instagram algoritmi moslashi, albatta doimiy ravishda kontent yuklab borish sizni, agar siz qanaqadir havaskor bloger bo'lsangiz, doimiy ravishda kontent yaratishga odat qiling hamda ma'lum bir vaqtlar oralig'ida doimiy ravishda o'sha yuklab borishni o'rganing. Hatto bunda ham eng yaxshi vaqtni tanlash muhim sanaladi. Sababi YouTube'ga o'xshab kerakli vaqtni tanlash sizni foydalanuvchilaringiz ko'payishiga yoki bo'lmasa videolaringiz ko'proq tarqalishiga olib kelishi mumkin.
YouTube haqida qiziqarli faktlar. Bu sahifani bekorga qo'yganimiz yo'q. YouTube bilan tanishmiz, Telegram, Instagram haqida tanishmiz. Sizga ba'zi bir ma'lumotlarni keltirib o'tmoqchiman. YouTube'dagi birinchi video Me at Zoo deb Javid Karim tomonidan 2005-yil 23-aprelda yuklangan. Ishonmasangiz, hozir mana shu videoni to'xtatib qo'yib, ko'rib olishingiz mumkin shu videoni. Rostdan ham bu birinchi video hisoblanadi. YouTube Google tomonidan 1.65 milliard dollarga sotib olingan. Hozirgi kunda YouTube'ning narxi 100 milliard dollardan oshiq hisoblanadi. Eng ko'p ko'rilgan video YouTube'dagi bilasiz Baby Shark videosi 13 milliarddan ortiqroq, hattoki 14 milliard menimcha bo'ldi shekilli tomosha qilingan. Eng ko'p dislike olgan video YouTube Rewind 2018 tarixdagi video eng ko'p 3 milliondan ortiq. Umid qilamizki, bizning videoni dislike bosmaysiz. YouTube'dagi eng uzoq video 571 soat bo'lgan, ammo keyinchalik cheklovlar qo'yilgan. Bunaqangi uzun videolar qo'yib bo'lmaydi. 571 soatlik video yuklangan. Har daqiqada YouTube'da 500 soatdan ortiq video yuklanadi har daqiqada. Hozirgi daqiqada ham kimdirlar bizga o'xshab video yuklayotgan bo'lishi mumkin. YouTube o'yinchilar uchun eng yuqori platforma PewDiePie o'yin kontenti bilan mashhur YouTube hisoblanadi. Bu o'yin kontenti uchun hisoblanadi. YouTube'dagi ishlovchilar soni hozirgi kunda Google tarkibida ishlaydigan 7000 ta xodimdan ko'proq ekan. Telegram haqida Pavel Durov tomonidan 2013-yil yaratilgan. VKontakte asoschisi ham Pavel Durov hisoblanadi. Tezkor messenjer, xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan secret chat mavjud. Ko'p qurilmada ishlash imkoni, ochiq kodli dastur, ya'ni boshqalar ham buni ishlatish ham mumkin. Fayllar uchun cheklovlar yo'qligi, kanallar cheksiz auditoriyasi muhimligi, botlar ekotizimi, botlar bilan ishlash imkoniyati, Telegram blokirovkalarga chidamliligi, 1 yilda milliardlab xabar jo'natilishini sizga aytmoqchimiz. Telegramda reklamasiz ishlaydi, lekin hozirgi kunda reklamalar paydo bo'lgan bilasiz. Reklamasiz ishlaydi degani, ya'ni premium versiyalarda reklamasiz ishlaydi. Shuni nazarda tutyapti. Matn tahrirlash mumkin. O'chadigan xabarlar, ovozli chat, video qo'ng'iroqlar juda ham muhim funksiyalar hisoblanadi. Instagramda birinchi post 2013-yil 16-iyulda 2013-yilda Kemis Strom tomonidan itning surati bo'lgan rasm joylashtirilgan. Hattoki keling, uni ham izlab topishga harakat qiling. Eng ko'p like 2009-yilda tuxum surati, hattoki undan keyingi bu ma'lumot biroz eskiroq. Undan keyingi suratni yaxshi bilasiz, o'sganligini, kimning qaysi suratda ekanligini menimcha yaxshi bilasiz. Bo'lmasa izohlarda qoldiring. Eng ko'p obunachiga bo'lgan akkaunt albatta futbolchiga tegishli, Ronaldoga tegishli, 650 milliondan oshiqroq. Eng birinchi nom dastlab Bourbon deb nomlangan Instagram foydalanuvchi nomi hisoblanadi. Bu yerda ham bir qancha ma'lumotlar keltirilgan, biz bunga to'xtalmoqchi emas, chunki yuqorida ba'zilarini aytib o'tib ketdik, shuning uchun davom etamiz. Yaqin daqiqalar davomida siz bilan YouTube'da, Instagramda, qolaversa Telegram tarmog'ida materiallarni ishlash, ularga yuklash hamda qanaqangi jihatlarga e'tibor berish haqida gaplashib oldik. Mavzuyimiz juda ham qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Qolaversa izohlarda siz ham bir ma'lumotlar qoldirishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha esa o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.